Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Dildo'roz kanalining kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 7-may sanasida turibmiz. Hovlida rolik olmoqchiman sizlar uchun maxsus. Mana bu gulni har kuni qaraganimda ochilib turgandida. Nega quridi deb turib shunday tagini ko'tarsam 1 grammovka mana tomchi suv qolmabdi. Hozir mana bu stolni ustini artaman. Mana stolni ustini artaman, chang. Mana bu yerda mana prezidentskiy atirgullarimiz qiyg'os ochilyapti, qiyg'os. Mana voy, aylanay bu yoqqa ke, mana. Qarang. Voy hidingdan seni. Mana. Voy voy. Mana kichkinagina bo'lib turib, bo'ychasi bir qarishcha bo'lib, mana shu hammasi, mana shu navni yo'qotib qo'ymaslik uchun mana shu prezidentskiy atirgul. Bu yomg'irdangi suv. Voy, bularning shirinligini rosa shira tushgan. Hozir shaxsan o'zim shpritsda dori tayyorlab, shaxsan o'zim sepaman. Mana qarang, mana. Voy. Kechagi yomg'irdan keyin juda qattiq shira. Shirani ham dodasi tushibdi-da. Endi shu gullardan olaman, hozir ustimni almashtirishim kerak. Shunga ham sabr qilmay, qorong'i tushib qolmasdan sizlarga ko'rsatay deb men shu g'uncha atirgullarni olib hozir vazaga suv bilan solaman, yomg'ir suvidan-da. Nima qilamiz? Xudo xohlasa. Ishdan keldim. Bugun mazam bo'lmadi. Shunaqa ham bosh og'riq kuchli bo'ldi havo. Mana bunaqa hozir sal ochilibdi, lekin kunduzi nima bo'lgan edi? Oting qurgur. Juda ham bir boshni og'ritadigan havo bo'lgandi. Bunga ham shira tushibdi. Hozir dori ichdim, chortoq ichdim. Sal yaxshilashdim. O'zimizga o'kini yangi anaqa dori sepdik-ku. Dori sepganimizdan keyin mana yangi barglar chiqardi. Eski barglari mana bunaqa edi, bujumalak edi mana. Xo'sh, mana gulimning ustiga bilmayman nimadir tushib ketganmi, nimaga bunaqa avariyniy holatda bu men bilmayman. Bundan so'rasam ham bilmayman deydi, bundan so'rasam ham bilmayman deydi. Mana bu eski gullarini ko'ryapsizmi? Mana bu eski gullarini, mana shu eski gullarni olib tashab turamiz. Xohlang qaychida, xohlang qo'lda, hech narsa qilmaydi. Qilib tashlayman. Keyin yangi mana g'unchalarni qarang, mana g'unchalar. Mana g'unchalar. Mana shu g'unchalarni chiqaraveradi. Mana bu ona atirgulimiz. Ona atirgul. Juda chiroyli. Gul ham shunday chiroyli bo'ladimi ya? Gul ham shunday chiroyli bo'ladimi ya? Bu gryazniy. Rozvoy gryazniy. Tiniq rozvoy bo'ladi-ku, unaqa emas-da. Buni ham mana eskilarini olib tashlayapman. Hozir shiraga qarshi ishlaymiz. Jertva qildim mana uni, jertva. Biri-biridan go'zal, biri-biridan chiroyli. Mana shunday kelib turib, bularni tarbiyalab yoshlarga qarilar yo'l beradi-da endi. Mana bu eski nimalar ketib, yangisi chiqaveradi. Toza qurib ketibdi bir xillari. Hozir uydan shprits topishim kerak. Bu gvazdikalarimiz, bu mana bu bordoviy rangdagi miniatur gulchalar. Mana qarovsiz qolgani mana. Ko'ryapsizmi? Bir kun, 2 kunda qaramasangiz shunaqa bo'ladi. Bir kunda, даже 2 kun emas, bir kun. Yangilari odamning bir kayfiyatini ko'taradi-da.
Hozir men shularni dorilayman. Yashnatadigan sepaman. Ham yashnatadigan, ham nima qiladigan. Bir necha daqiqadan keyin yana qaytaman deydi-ku. Havo ajoyib deb ayta olmayman. Bugun kimlarni boshi og'ridi yozib o'rasizlar kommentariyada. Qizlar, hozir men ana yerga 10 litrlik baklashkani olib borib, mana bu B58 shiraga B58 plus degan dori bor ekan. Shiraga va yashnatishga. Mana shu doridan men hozir 10 litr suvga 20 ml solaman. Chunki adashmasam menga sotuvchi mana bu ustidagi klyonkasida yozilganida qandaydir xo'jayinim olib tashlaganga o'xshayapti. Men hozir mana uni olib chiqyapman. Odam qimri bo'lsa ham qiyin ekan. Endi shpritsda o'lchayman debman. Akajista mana bunday o'zini milligram o'lchaydigan anosi bor ekan. Hozir men mana shu idishga 5 litriga 10 ml deganda, men hozir 10 litrga 20 ml solaman. Shunda 10 ml. Mana 20 ml. Mana shu yerga yetadigan qilib solsam 20 ml bo'lar ekan. Biz mana solamiz. Qanday ochsam ekan buni? Mana qaranglar, ochdim. Mana bunday kirs etib upakovkasi buzilar ekan. Mana yangi ochildi. Bunday qilib qo'ray. Na всякий случай. Mana qopqog'i. Endi ehtiyot bo'lamiz, faqat ehtiyot bo'lamiz. Hozir ikkita qo'llab ochaman. Shunaqa sassiq. Shunaqa sassiq. Buni bolalar qo'li yetmaydigan joyga, iltimos, yosh bolasi borlar, buni napitka deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun juda ehtiyot bo'ling, iltimos sizlardan. Mana. Juda ehtiyot bo'ling. Endi mana shu dorini sepishdan oldin hozir mana guldan olib olaman. Sitarajon. Eshitmaydi. Mana uni bir yuvib tashlayman. O'zini milligramligi. Qizim, o'sha yerga qaychini olib chiqib qo'y, men gul kesay. Mana qarang. Voy. Juda sassiq. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Mana buni hozir ana olib kelaman-da, kichkina o'zi dori sepadigan baklashkamiz bor. Buni haqiqatan ham bolalar qo'li yetmaydigan soya joyga qo'yaman. Mana bu qurilishimiz bor. Shuning ichida baland joy bor, o'sha yerga qo'yib qo'yaman. Bu dori. Ehtiyot bo'lamiz. Mana bu yerda ashqal narsalar turadi-da. O'sha yerga qo'yib qo'yibman. Voy. Men bir ish qilmaydi. Sizlarda ham shunaqa ashqal turadigan joy bormi? O'zbeklarni mana shunaqa anosi ko'p bo'ladi-da. Mana nasos deysizmi, mandaqa skoch deysizmi? Mandaqa mana bolg'a, plaskogubsi, mana ular, bu o'zimiz hammasini xo'jayinim hammasini o'zi shaxsan o'z pullariga sotib olgan. Mana bunaqa metr, arra, mana hammasini uyga ro'zg'orga kerak bo'ladi deb olingan. Mana Sulaymonda boks perchatkasi. Bu yerda o'chog'imiz turibdi mana. Qozon turibdi. Mana bunaqa turibdi mana. Mana bunaqa halgunchagimiz ham bor mana. Halgunchak. Bunaqa bor mana keyin. Sulaymon bilan dadasi shug'ullanadi. Ba'zi bir paytlarda bu yerdan chiqmaydi. Voy, meni mana bechora mana uni bu yoqqa olib kirib tashlabdi-ku dadasi. Hamma narsa bor. Bu yerda yo'q narsani o'zi yo'q. Endi mana baklashkani bor-ku, men bo'shataman-da. Mana uni dori bo'lmasa kerak-a? Nima? Mana kichkinalik qiladi. Kichkina hozir katta baklashkaga olaman.
Sitara dadasi bilan makaronga ketdi. Makaron ana qilaman deb. Nima deydi? Pishiraman deb. Shu bittaligini olay-a. Mana olamni sastyapti mana hozir har narsa sal bo'lsa ham kechroq hidi chiqsin deb. Lekin mana bu daraxtlarga shu kerak-da. Mana bu shiraga shu kerak. Mana shirani qarang. Dahshat. Mana atirgulni kesamiz. Atirgullar ochdi. Chiroy. Qara. Ko'zgu billur saroymi? Ko'shki billur saroymi nima edi? Yulduzlar ichra tanho oy. Yulduzlar ichra tanho oy. Mana ikkalasi qoldi mana qarang. Mening azizimsan. Mening azizim. Kech bo'lsa ham ishlayveramiz. Bu menga zavq bag'ishlaydi. Palmani qaranglar, palmani. Mana uni qarang, mana uni. Meni yoshligimda ko'proq ruslarning hovlisida bo'lardi-da. Ana shunda meni mehrim tushgan shu gulga. Menga sovetskiy davrni eslatadi bu. Bizni yoshligimizni eslatadi. Mana shu guldan men o'stira olmadim. Endi 1.5 chiqqan shu har yili chiqyapti endi. Nima qilamiz endi Dildoraxon? Gullaringiz muncha chiroyli Dildoraxon. Dildoraxon ishdan kelgandan keyin ham mana shunaqa o'ziga o'zi motivatsiya berib, o'ziga o'zi zavq berib, shavq berib, hovlida mana shunaqa qilib ishlaydi. Menga nima bo'ldi? Yurakkinam to'ldi. Endi kulgin ustimdan. Ko'ngling to'lsa bo'ldi. Alamlar ezdi. Bu oq rayhon, qora rayhonimni qarang nima qilib tashladi. U kuni shatirlagan yomg'ir bilmayman, buni o'sishiga hech ko'zim yetmayapti. Mana qarang, essizgina ya. Endi ertaga qaysi kunidir yana kuchli yomg'ir bor. O'sha o'tsin keyin ekaman, boshqa iloji yo'q mana. Oq rayhonni lekin joni qattiq bo'lar ekan, yana bitta, mana. Mana ko'ryapsizmi? Mana oq rayhonim yaxshi. Shu ikkita oq rayhon o'ssa ham bor-ku, katta bo'lib ketadi, lekin mana bu чистый розовый, bu gryazniy emas bu. Bu gryazniy emas mana. Buni ham bir asraganmiz, bu boshqacha turi. Ana ulardan boshqacha. Mana o'lib qoldi deydi-ku. Xo'sh, bu bolgarskilarimiz mana. Mana atirgullarimiz, chirinkalar ichida salqinda bu yil yaxshilab yerga tomir boylab olsa, yana ko'paytiramiz. Xo'sh, Dildora gap sotmasdan sen gul vazaga solmoqchi eding, mana ularga dori sepmoqchi eding. Hozir yoriq boshida sepib olgin. Ishlaringni qilib olgin. Mana uni ham kesamiz. Mana. Vazam kichkinaligi uchun kalta kesdim mana. Bu tanasi qattiqqina bir chiroyli atirgul. Gulim. Ha, atirgul. Gulim, ha, atirgul. Mana chang. Buni olamiz endi, iloji yo'q. Mana. Suvi qolmagan, suvi. Suvini limillatdim. Endi uyga kelsang uyda ish ko'p, ish tugamaydi. Ko'chani ham, uyni ham eplashga harakat qilamiz. Qalay turdi? Hovliga kirgan odam bahra olsin yoki o'zimiz bo'lsak ham bahra olaylik deb men shu nimalarni soldim endi mana. Davom etamiz.
Hurmatli kuzatuvchilar, shaftolimizni mana bu yerigacha sepishga qurbib yetyapti meni. Shunaqa ham hidi sassiq, shunaqa ham rasvo. Uzoqqa ketyapman, balkim yana qaytib kelib separman. Hozir mana bu nokka sepaman. Endi ana syomka uncha qila olmayapman, chunki syomka qilsam ishla olmayman. Mana bu baklashkaga 1,5 litrlik 1,7 baklashkaga solib oldim. Qo'limdan kelgancha uzum bormi, mana bu yerdagi olma bormi, hammasiga gullar, atir gullar hammasiga sepishga harakat qilaman. Bo'yim yetgan joygacha. Endi meni qo'limdan kelgani shu. Shotutimizga barg chiqarib yuboribdi, e'tibor bermabman. Bu qachon gullaydi, qachon ana bo'ladi, lekin rosa ko'p barglarini nimalardir kamirib yeb ketganda. Yana ishlashda davom etamiz. O'zimga kerakli bo'lgan aliklarni qo'yib olganman. YouTube'da ham ishlayapman, ham eshityapman. Hidi o'zi bugun shu hiddan qochib ana bo'lgandi, nimazam bo'lmagandi. Baribir endi daraxtlarga bo'lgan mehrim bo'lakcha, tabiatga bo'lgan mehrim bo'lakcha. O'shalar meni deydi, nima deydi? Tinch qo'ymayapti. Shuning uchun har nima bo'lsa ham bularni kasallikdan himoya qilay deb shu dorini tayyorlab, B58 ni tayyorlab, B58 plus degan dori ekan. Xo'sh, hozir xo'jayinim ayamkidan kul ko'tarib kelibdilar, tandirda g'o'zapoyani kulini. Uni ham nimadir qilib menimcha sepsa kerak. O'sha kulli dorini, kulli protsedurani men qilsam bo'lar ekan. Ko'raman, hozir sepganimcha sepaman, qolganini xo'jayinimga iltimos qilaman. Hurmatli kuzatuvchilar, qorong'i tushdi. Kuchim yetgancha qildim, shunday oshqozonimga ta'sir qildi. Endi qolganini xo'jayinim, mana xo'jayinim men qilaman deyapti. Mana svetni yoqamanda, roligimni yakunlayman. Oshxonaga kirib ovqatga qaray qani. Dahshat hovlini sas. Darvoza ham yopiq ekan-da. Skvozyak bo'lsa hid chiqib ketadi. Ochaymi darvozani? Hozir ochaman. Sitara muncha tagi baland buni. Mana shu bodringni mana shu chirt-pirt qilib qo'yishing yoqmaydi-da, qizim. Sal bunday ilinadigan qilib qilish kerak-da. Bunday kalta uzib qo'yasan-ku, yeganda bir shunaqa holatni senga o'rgata olmayapman-da. Qaynayyapti-ku. Qayer qilingan deysizmi? O yerga rosa sepdim, dadasi, kuydirib o'ltirib qo'yasiz. Sepdim rosa. Nokti tepasi qoldi, o'sha ikkita nokti tepasi. Shunday qilsa tegar ekan-da. Mana o'rtadagi daraxtlar bittasiga ham sepilmagan. Va uzumlarga sepganman. Mana ashmishgachalarga sepganman. O'zimga qarab qopti, yaramas telefon. Ana undan keyin yana bir haftadan keyin erta yomg'ir yog'adi, yana haftaning oxirida. O'shanda yana bir qayta ana qilamiz. Nima deydi? Takrorlaymiz. Qochyaptimi doridan? Doridan qochyaptimi? Shira. Doridan. Darvozani ochib keldim. Havo anaqa sal skvoznak bo'lsa, rosa hovliga dorini hidi qamaldi. Nima bo'lar deb. Dorini hidi ketar deb, lekin 1 soat, 2 soat baribir hovlida dorini hidi bo'ladi. Mana shu havo kechki paytda sepilsa, ispareniya kamroq bo'lar ekanda, ko'proq dori bargda turib ta'sir kuchi ko'proq bo'lar ekan. Atirgullarni hammasiga sepdim. Ko'chadagi atirgullarga ham sepishim kerak. Shunday bechora ko'chadagi zebra atirgulim shira bo'lib qolgan. Roligim yakunlayman desam, bar xo'jayinimga qarab tura olmayapman. Mana 1,5 litrlik baklashkaga hozir yana menim savob tashqaridagi atirgullarga sepmoqchiman. Mana atirgullarda kasallik yo'q bo'lsa ham sepdim. Lyoqki sepib o'tib ketdim. Mana buldanejga sepmadim. Buldanej ham kasal bo'ladi, unga ham sepish kerak. Meni mana xonaki gullarimga kerak emas. Mana uni to'kib tashlayman. U kuni ichida haligi bularga ozuqa bo'ladigan sirkon sepuvdim.
sirkonni bularga sprey qiluvdim. Bilmadim endi. Mana shu gulda bor-ku, shunday olib tashlagim keladi-yu. Mana qarang, mana uni o'sganini. Lekin yana o'ylayman-da. Hozir. Mana er-xotin kech bo'lganda ishlayapmiz. Voy. Mana tayyorladim. Voy bu. Kech bo'lganda ham tinmaysiz. Hamma joyini svetini yoqdim, charaqlatib. Charaq. Voy, mana gulni hidini yey, sitorani gulini hidi asal. Mana unga shira bo'lgandi-da kuni. Mana unga. Narigi boshidan sepib kelay, o'rikda boshlab. Qani sizlarda shira bormi? Yo'q, cho'ta. Shira yo'qmi? Yo'q, bor ekan. Pas-pasida bor ekan. Pas-pasida bor ekan. Bor. Bunday kuchli emas. Ichkarida bor-ku, havo yurmaydi, menimcha shuning uchun. Hozir. Tagidan sepdi deydi ayam. Rostdan ham tagidan tushar ekan-da bu shira. Sen ham shoshmay tur. Senmisan hali men gullarimga hujum qiladigan. Agar sizni onangiz skorpion bo'lsa, xursand bo'lavering deydi-ku. Demak, gullarda egasi ham skorpion bo'lsa, ehtiyot bo'lavering. Skorpiondan ehtiyot bo'ling. Bir qo'llab bo'lmayapti. Sumkani o'chirib turay. Mana hurmatli kuzatuvchilar, men mana bu o'rikka rosa sepdim, mana bu nimalarga ham sepdim. Atirgul bormi, archa bormi? Archalarga lehki sepdim, chunki archaga shira-pira tushmas ekan. Yashnatuvchi bo'lgani uchun mayli deb ozgina sepdim. Bunga sepdim. Nariyoqdagi shaftolilarga sepdim. Xullas qalam. Endi roligimni yakunlayman. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohimga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Roliklarni kuzatishda davom eting. Agar roliklarim yoqayotgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohimga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.